Siz hech ertalab uyqudan qiyin arang turgansiz, ammo bir odam sizga nega kelding deb so'rasa, siz unga jamonni ko'rish uchun deb javob berganmisiz? Agar bermagan bo'lsangiz, bu hikoyada Rodu ismli qiz aynan shunday qiladi. Keling, yomg'irli bir kunda boshlangan bu qiziqarli hikoyani tinglashni boshlaylik. Yomg'ir va uyqu o'rtasida ko'rinmas bir bog'liqlik bor. Yomg'ir yog'sa uyqu yaxshi keladi, bu go'yo abadiy haqiqat. Yomg'ir va uyqu o'rtasidagi bu chuqur sevgining mantiqiy sababini aniq bilmayman. Shuning uchun ularning sevgisiga qarshi emasman, aksincha tarafdoriman. Ashin oyining 9-kuni. Bu vaqtda tabiatning shiddatli yomg'iri unchalik ko'zga tashlanmaydi. Ammo bu safar tashlanmoqda. Tunu kun qorong'u qilib yomg'ir yog'yapti. Bu yomg'irli ertalab butun tanimni ko'rpaga orab yotibman. Uyqu endi to'liq kelgan edi. Shu payt kimdir ko'rpamni tortib, qattiq ovoz bilan baqirib qoldi. Men bezgak bilan ko'zlarimni pirpiratib qaradim. Ko'zimni ochishim bilan Rafiya katta kulib qo'ydi. U karavotga sakrab chiqib, qattiq silkindi va dedi: "Ey Rodu, tur. Men Sherpurdan keldim-u, sen esa uyqudan turolmadingmi? Soat 11 bo'ldi. Xolang hozir supurgi olib kelib, seni urishadi." Men qoshimni chimirib qaradim. To'satdan uyg'onganim sababli Rafiyaning tinimsiz gaplarini tushunishga biroz qiynaldim. Ko'z yuzimni burishtirib dedim: "Ertalab qayerdan kelib qolding? Va boshqa ishing yo'qmi? Fursat topganing bilan yugurib kelaverasan. Ortancha xolang osonlikcha qo'yib yubordimi?" Rafiya tishini ko'rsatib dedi: "Qo'yib yubormaydi deysanmi? Onam o'zi kelyapti-ku." Men katta ko'zlar bilan qaradim. Birdan o'rnimdan turib o'tirdim va dedim: "Ortancha xolang ham kelyaptimi?" Rafiya yostiqqa suyanib o'tirdi. Telefonga berilib dedi: "Faqat onam emas, akam va dadam ham kelishdi." Rafiyaning gapiga ancha hayron bo'ldim. Tizzamga yostiqni tortib olib dedim: "Nima deyapsan? To'satdan butun oila bilan kelishining sababi nima? Bunday yomg'irli kunda?" Rafiya bir ko'z qisib menga qaradi. Telefonni chetga qo'yib dedi: "Bugun Ruhi opani ko'rgani kelayotganini bilmaysanmi? Bu safar to'y bo'lib qoladi shekilli. Yigit yaxshi ko'rinadi. Dadamning ishdagi hamkasbining o'g'li. Sonali bankning senior ofitseri." Men to'satdan baqirib yubordim. "Nima?" Rafiya loqayd ohangda dedi: "Ha, opa ham bilmaydi. Araf aka bilan opaning sevgisi muvaffaqiyatli bo'lish ehtimoli endi bir bo'lib qoldi. Juda alamli." Men bezgak bilan qaradim. To'satdan anglab yetdimki, Rafiyaning gaplaridan qattiq bezovta bo'lyapman. Bezoftalik miyamdagi neyronlarda jirillab turibdi. Mening bezovtaligim orasida eshikdan onamning baqirigi eshitildi: "Rodu, hali turmadingmi? Har kuni peshingacha uxlash qanday odat? Qanday aka bo'lsa, shunday singil. Otangning orqasida osmonda turibsan. Bir nima desang, voy, chaqirma, kechasi uyg'oqqan deysan. Aytaman, kechasi uyg'oqqan holda qaysi dunyoni qutqardi u? Odamlarning bolalari tuni bilan oqib, erta tongda uyg'onadi. Namoz o'qiydi. Mening bolalarimga qarang. Buni endi chiday olmayman. Bu uydan bezor bo'ldim. Ba'zida o'z boshimga bolta urib, ikkiga bo'lib tashlashni xohlayman." Bu gapni aytib, onam nafas oldi. Bir necha soniya jim turib, ohangini o'zgartirib dedi: "Bola, tur. Xonani biroz yig'ishtir, qizim." "Bola, ey Rodu, turmadingmi?" Men bezgak bilan dedim: "Uf, onam. Turdim-ku. Karavotda o'tirishni turdim deysanmi? Karavotdan tushib yurmasang, uyqu tarqalmaydi. Tez tur." Men chuqur nafas olib, Rafiyani chetlab o'tib, karavotdan turdim. Yuvinib, sochlarimni qo'l bilan to'plab, yashash xonasiga kelganimda, ko'zim onamga tushdi. Qo'lida daftar bilan o'tirgan edi. Onam bilan birgalikda biror narsaning ro'yxatini tuzayotgan edi. Meni ko'rib jilmayib qo'ydi. Kulib dedi: "Birga bizning uyga bor, Rodu. Muzlatkichda ziravorlar bor. U erdan qizil va ko'k rangdagi idishni olib kel. Oddiy qalampir ham bor, ularni ham ol." Onam to'satdan gapga aralashib dedi: "Qalampir sotib olsa bo'ladi, xolang. Shuncha qalampir bor ekan, nega sotib olish kerak? 1-2 kundan keyin baribir buzilib ketadi." Bu gapni aytib menga qaradi. "Shoshirarkan" dedi. "Nima bo'ldi? Turib qoldingmi? Tez bor. Yana eshit. Shuraga ayt, onasi chaqirib yuborganini. Rahat uni kutib turibdi. Ikkalasini birga bozorga jo'nataman. Tez bor." Men biroz xafa yuz bilan bir muddat turib o'rnimdan qo'zg'aldim. Eshik yonidagi soyabonni olib, Rafiyani chaqirdim. Shura akalarning uyiga borishni eshitishi bilan sakrab rozi bo'ldi.
Yonimda juda bezovta bo'lib, loyqa yo'lga qadam qo'ydim. Yomg'irli kunning bir muammosi shuki, bir necha daqiqaga chiqsang ham kiyimning holati yomon bo'ladi. Xolangning uyiga borib, togri oshxonaga keldik. Muzlatkichni ocharkan, dedim. Borib Shura akani chaqir, Rafiya. Men qalampir va ziravorlarni tayyorlayapman. Rafiya xursand bo'lib Shura akaning xonasiga qarab ketdi. Bir necha daqiqadan keyin qaytib keldi. Men muzlatkichga qarab turib dedim. Aytdingmi? Rafiya xafa bo'lib dedi. Shura aka uxlayapti. Borib sen chaqir. Men chaqira olmayman. Agar jahli chiqib doq qilsa sen ham doq qil. Doq bilan kesishasizlar. Shura akaga doq qilamanmi? Telba bo'libsanmi? U menga qarasa qo'rqib ketaman. Sen bor, singlim. Men buni sumkaga solyapman, sen esa uni ko'tar. Men chuqur nafas olib, Rafiyaga qaradim. Rafiya nochor qiyofada dedi. Iltimos. Men hech narsa demay oshxonadan chiqib ketdim. Shura aka ko'rpaga o'ralgan holda uxlayapti. To'liq tezlikda fan ishlayapti. Chiroq o'chirilgan. Har taraf salqin. Bu sovuq kunda fanning nima keragi bor, kim biladi? Men bir muddat qoshimni chimirib qarab turdimda, tugmachani bosib chiroqni yondim. Fanni o'chirib, karavot yoniga borib turdim. Mayin ovozda chaqirdim. Shura aka, Shura aka. Mening chaqirigimga unda hech qanday harakat bo'lmadi. Biroz egilib, yana chaqirdim. Shura aka. Bu gal u ko'rpaning ichidan boshini chiqarib qaradi. Meni ko'rib qoshini chimirib dedi. Nima muammo, Skinaraning onasi? Men jahlim chiqib dedim. Skinaraning onasi degani nima? U loqayd ohangda dedi. Aks holda nima? Rostini aytingchi, sening boshqa ishing yo'qmi? Men uxlasam, yugurib kelib bezovta qilasan. Men bejiz aytmayman, sen otangga o'xshab ketibsan. Ikkalangiz bir xil. Biri tinchlikni buzadi, ikkinchisi uyquni. Men burnimni ko'tarib dedim. Ogoh bo'ling, dadam haqida biror nima demang. Agar aytsangiz, ovqatga zahar qo'shib oldirib qo'yaman. Shura aka katta ko'zlar bilan qaradi. Hayrat bilan dedi. Qanday dahshatli qizsan. Yuzimga oldirish bilan tahdid qilyapsan. Yana uyga kelib, fosiq qiz. Siz bilan janjallashishni xohlamayman. Onam sizni chaqirib yuborgan. Men esa uning qo'l ostidagi odamman. Shura aka qoshini chimirib qaradi. Nega? Nima uchun chaqiribdi? Men tishimni ko'rsatib dedim. Kuyovni ko'rish uchun. U qiziqib dedi. Rostdanmi? Sizning boshingiz, akaningiz va sizni bozorga jo'nataman deb ro'yxat bilan o'tiribdi. Tez yuvinib, og'zingni yig'ishtirib bor. Mening gapim tugamasdan yuz-ko'zini burkab, yana yotib qoldi. Men hayron bo'lib dedim. Voy, yana yotib qoldingizmi? U ko'rpaning ichidan javob berdi. Birinchi gapim yoqdi. Ikkinchi gapim yoqmadi. Bu iflos kunda bozorga borolmayman. Takabburlik qilmang. Bugun opani ko'rgani kelishadi. Xolang sizni shoshib yuborgan. Shura aka bu gal ko'rpani chetga surib, toliq nigoh bilan qaradi. Xursand ohangda dedi. Rostdanmi? Lekin buning uchun bozorga borishim kerakmi? Rostini aytingchi. Sening otang meni yomg'irda choqtirib, nafas yo'li bilan oldirmoqchimikan? Qizi zahar beradi, otasi esa nafas yo'li kasaliga duchor qiladi. Qanday dahshatli aql. Qanday qiz bo'lsa, shunday otasi. Men tishimni gijirlatib dedim. Siz chidab bo'lmas odamsiz. Shu payt eshik oldida Rafiya turib qoldi. Ichkariga qarab dedi. Men ularni sumkaga solib qo'ydim. Shura aka turdimi? Shura aka eshikka qarab mayin kuldi. O'rnidan tura turib dedi. Voy, meni olishga buncha qo'l ostidagi odam. O'zimni juda spetsial his qilyapman. Xo'p, yaxshimisan, Rafiya? Rafiya xursand ohangda dedi. Yaxshiman, aka. Yarim soat davomida turli xil takabburlik qilib bizning uyga borishga tayyor bo'ldi. Ammo darvozaga kelib yana bir muammo chiqdi. Uydan tushayotganda soyabon olishni unutib qo'ygan edi. Holbuki tashqarida tunu-kun qorong'u qilib yomg'ir yog'yapti. U xohlasa yuqoriga chiqib soyabon olib kelishi mumkin. 4 qavatga chiqish katta ish emas. Ammo u bormaydi. Ikkala soyabonimizdan birini u xohlaydi. Men bezgak bilan dedim. Siz bitta soyabonni olsangiz, biz xol bo'lamizmi? U loqayd ohangda dedi. Xol bo'lsangiz, bo'lavering. Menga nima? Ammo xohlasangiz, mening soyabonimda panoh topishingiz mumkin. Ko'nglim aytmaydi. Uning gapini eshitib, jahlim chiqdi. Darvozaning yonida yotgan gishtni olib, boshini yorib tashlashni qattiq xohladi. Og'zimni qandaydir tinchlantirib, Rafiyaga qarab dedim.
Rafiya, sen Shura aka bilan bor. Men yolg'iz ketaman. Rafiya xursand bo'lib rozi bo'ldi, ammo Shura aka rozi bo'lmadi. Ko'z yuzida norozilikni ifodalab dedi. Sizlar ayol-ayol bir soyabonda boring. Men hech kim bilan soyabon baham ko'rmayman. Bu gapni aytib, bir zum ham turmadi. Bizni qoldirib, togri darvozadan chiqib ketdi. Men jahlim va xafaligimdan kichrayib qoldim. Gimgina dedim. Shalo fosiq. Butun bir karkidon. Mening gapimni eshitib, Rafiya norozi ohangda dedi. Fu, bekorga baqiryapsan. Orqaga tegishidan qo'rqqani uchun olmagan bo'lishi mumkin. Qanchalik shaxsli odam ekanligini tasavvur qila olasanmi? Men bezgak bilan qaradim. Soyabonni ocharkan dedim. Shaxsli emas, soyabonsiz. Necha kundan beri bilasan? Ko'rinishda odobli bo'lsa ham, qorni shaytonga to'la. Yana bir marta Shura aka deb chaqirganingni eshitsam, gisht otib uraman. Shuraning xushomadgo'yi. Rafiya kulib dedi. Mayli, ketdi. Hozirdan boshlab faqat Shura deyman. Unda Shura aka deb chaqirishni eshitmaysan. Happy. Rafiyaning gapiga jahli chiqqan nigoh bilan qaradim. Mening jahlimni ko'rib, Rafiya kula boshladi. Uning qahqahasi butun atrofni to'ldirdi. Oshxona eshigi va yotoqxona eshigining o'rtasida turibman. Opasini ko'rgani kelgan va Rafiyalarning kelishi bilan asta-sekin hamma amakivachchalar uyda to'planishdi. Alim akadan tortib, Tanima opagacha peshin vaqtida yetib kelishdi. Biz hammamiz shu yerda turib shivirlashyapmiz. Orasira kattalarning doqiga duchor bo'lyapmiz. Mehmon xonasida mehmonlar o'tirishibdi. Ularning gaplariga orasira quloq tutishga harakat qilyapmiz. To'satdan Shura aka Tanima opaning boshiga qoqib qo'ydi va dedi. Voy, qol bosh keldingmi? Bir necha kundan keyin bu sizning ammangizning qaynotangizning uyi bo'lib qoladi. Qaynsingillar, qaynishlar uchun bir narsa olib kelish sizning axloqiy burchingiz. Tanima opa bir nima demoqchi bo'lganida, onam tez qadam bilan bu tomonga keldi. Past ovozda dedi. Ruhiga tayyor turishni ayt. Birozdan keyin chaqiradi. Bu gapni aytib, yana tez qadam bilan mehmon xonasiga qarab ketdi. Opa shu payt eshik oldiga kelib turdi. Yiglab ko'zlarini qizargan, oq burni qip-qizil bo'lib ketgan. Biz hammamiz opaning xafa yuziga qaradik. Shura aka opaning boshiga qo'l qo'yib dedi. Nima bo'ldi? Ko'zingni qizaribsan. Sen bilan juda muhim gaplarim bor. Diqqat bilan eshit, xo'pmi? Opa boshini ko'tarib qaradi. Shura aka jiddiy ohangda dedi. Bu yerda turganlarimizning hammasi sening aka-singillaring. Hammamizning senga nisbatan bir haqqimiz bor. Biz oldida sening ham burchlaring bor. Va bugun o'sha ezgu burchni bajarish navbati. Va bu burch pul yigish. Qizni ko'rgandan keyin pul berish odat bor, bilasanmi? O'sha pulning ulushini olamiz. Bugun ular bergan pul bilan kechki partiya qilamiz. Ko'rish tugagandan keyin Togri ayt, pul berasanmi yoki yo'q? 2-3 ming so'mning ostida bersa, Togri ochlik e'lon qil, tushundingmi? Kerak bo'lsa, biz seni qo'llab-quvvatlaymiz. Hech qanday muammo yo'q. Shura akaning gapiga hamma kulib yubordi. Opa ham mayin kuldi. Shura aka qoshini chimirib dedi. Kulish bilan bo'lmaydi. Haqni talab qilish kerak. Bu safargi kurash, pul yigish kurashi. Sizlar nima deysiz, bolalar? Hamma kulib dedi. Yes. Peshindan keyin soat 3. Bir oz oldin mehmonlar ketishdi. Mehmonlar ketgandan so'ng, hamma amakivachchalar ovqat stolini egallab o'tirishdi. Ovqatlanish bilan birga qizgin suhbat ketmoqda. Suhbat mavzusi yigitlar tomonining 1000 so'mi. Shura akaning hamkorlik qilmas harakati unchalik foyda bermadi. Opasining qo'liga 1000 so'm tiqilgandan keyin opa hech qanday javob bermadi. Natijada o'sha 1000 so'mni asos qilib suhbat o'tkaziladi. Suhbatning bir nuqtasida 1000 so'mdan o'sha qiz mavzusiga o'tildi. Alif aka afsus bilan dedi. Yoningdagi uydagi o'sha stilish qizni yoqtirishga harakat qildim, Rodu. Lekin foyda bo'lmadi. Aka ham harakat qildi, lekin butunlay flop. Tanima opa qoshini chimirib dedi. Aka ham harakat qiladi deysanmi? Alif aka tishini ko'rsatib kuldi. Alif akaning orqasiga qattiq bir tarsaki tushirib, Odud aka dedi. Qayerdagi bibixisht? Oz akasining uyiga ot qo'yasan. Uning gapiga ishonasanmi, Tanima? He esa bigliyar. Rafiya dono qiyofada dedi. Mening fikrimcha ikkovingiz o'rtasida nimadir bor, Alif aka. O'sha qiz senga imo-ishoralar qilyapti. Alif aka hayron bo'lib dedi. Shundaymi? Ha. O'sha qiz sening postlaringga like qo'yadi. Lekin hamma postga qo'ymaydi. Birinchi marta har ikkinchi postga like qo'yadi. Keyin har 4-postga like qo'yadi. Keyingi marta har 3-postga like qo'yadi.
Aqlli. Tushundingmi? Alif aka katta-katta ko'zlar bilan qarab dedi. Xo'sh. Rafiya juda bezovta ohangda dedi. Voy, birlike, to'rttalike, uchtalike, tushunmadingmi? It's me and Ilove yow. Alif aka katta ko'zlar bilan qaradi. Xursand ohangda dedi. Nima deyapsan? Qanday dahshatli. Men kulib dedim. Birlike, to'rttalike, uchtalike bilan ihati yow ham bo'ladi. Aldanma, Alif aka. Alif aka ma'yus ko'zlar bilan qaradi. Yangi oshiq yuragimni sindirib tashlading, singlim. Voy, gastrik feelings bo'lyapti. Alif akaning gapiga hamma kulib yubordi. Rafiya norozi bo'lib dedi. Ihati yovni bildirish uchun negalike qo'yadi. Albatta, angri qo'yadi. Opa kuldi. Rafiyaga qarab dedi. Sening fikringga ko'ra, qizning aqli bor. Shu sababli maxsus kodda oson yechim bermaydi. Lovening teskarisi angri bo'lishi ham mumkin. Odud aka qoshini chimirib dedi. Voy, qancha talentsizlar. Qizning like-ini tahlil qilishingiz Mission Impossible'ning faol xodimlariga o'xshaydi. Rafiya, singlim, sening boshqa ishing yo'qmi? Kim, qachon, necha soniyadan keyin, qaysi postga qo'ydi, teskarilike qo'ydimi yoki taktalike qo'ydimi, hammasiga e'tibor berasan. Men senga 10 so'mlik bir dasta daftar sovg'a qilaman. Bu sizning mukofotingiz. U yerda tartib bilan yozib qo'yasan. Yordam bo'ladi. Ratu, o'zingni opaning bu talentini ko'ryapsanmi? Bu talentni bekor qilib bo'lmaydi. Odud akaning gapiga hamma lablarini qisib kula boshladi. Ratu aka tishini gijirlatarkan dedi. Ha, juda talent. Eshakning talenti. Ratu akaning gapiga hamma qattiq kulib yubordi. Rafiya burni va yuzini burishtirib dedi. Aka, sen nega har doim meni haqorat qilasan? Ratu aka loqayd ohangda dedi. Haqorat nimaligini bilmayman. Men dadaga shikoyat qilaman. Men ham onamga shikoyat qilaman. Rafiya burnini ko'tarib dedi. It, harami fosiq. Ha, aynan o'shani aytayapman. Hammasi sen. Alif aka xafa yuz bilan dedi. Janjalni to'xtatib, menga tasalli ber. Feeling juda alamli. Rafiya xursand bo'lib dedi. Men senga tasalli beraman. Faqat tasalli emas, tasalli bilan birga bir dasta ingliz simpatiya ham beraman. Undan oldin aytingchi, Shura akaning qiz dostining ismi nima? Alif aka qoshini ko'tarib dedi. Foyda ko'ruvchi ayol. Iltimos, Alif aka ayting. Iltimos. Odud aka kulib dedi. Sening aqling yo'qmi? Aqlingni ishlat. Ko'p ishlatdim, topolmadim. Bir payt bir odamga, bir payt boshqa odamga shubha qilaman. Alif aka, ey Alif aka, ayting, iltimos. Alif aka tishini ko'rsatib dedi. Katta akaning xotinining ismini tilga olish gunoh. Shu sababni aytmayman, shunday emasmi, Rod? Alif akaning gapiga men dovdirab qoldim. Rafiya hayron bo'lib dedi. Bu qachon, kimning hadisi? Ratu aka baqirib dedi. Senga kitob chiqarib ko'rsatish kerakmi? Ko'p gapirasan. Rafiya labini burib dedi. Unday bo'lsa, rasm ko'rsating. Katta akaning kelajakdagi xotinining rasmini saqlash gunoh ustiga gunoh, buyuk gunoh. Ammo men senga maslahat bera olaman. Rafiya qiziqib dedi. Mayli, ayting. Alif aka to'g'ri o'tirdi. Yuziga jiddiylik olib dedi. Diqqat bilan eshit, xo'pmi? Juda yaqin maslahat beraman. Rafiya qiziqib bosh chayqadi. Alif aka bo'g'zini qirib dedi. Shura aka qayoqqa qarasa, sen ham o'sha tomonga qara. Shura aka chapga qarashi mumkin, keyin o'ngga, yana chapga, oldinga, orqaga turli tomonga qarashi mumkin. Sening vazifang u bilan birga qarash. Chapga, o'ngga qay tomonga qarasa, sen ham qara. Keyin u bir ayolga qarab qo'yganida anglab yetasan, o'sha ayol uning qalbini olgan ayol. Tushundingmi? Rafiya dovdirab bosh chayqadi. Shu zahoti qo'lini uzatib Alif aka dedi. Unda 10 so'm ber. Odud aka kulib dedi. Odud aka qoshini chimirib dedi. Voy, qancha talentsizlar. Qizning like-ini tahlil qilishingiz Mission Impossible'ning faol xodimlariga o'xshaydi. Rafiya, singlim, sening boshqa ishing yo'qmi? Kim, qachon, necha soniyadan keyin, qaysi postga qo'ydi, teskarilike qo'ydimi yoki taktalike qo'ydimi, hammasiga e'tibor berasan. Men senga 10 so'mlik bir dasta daftar sovg'a qilaman. Bu sizning mukofotingiz. U yerda tartib bilan yozib qo'yasan. Yordam bo'ladi. Ratu, o'zingni opaning bu talentini ko'ryapsanmi? Bu talentni bekor qilib bo'lmaydi. Odud akaning gapiga hamma lablarini qisib kula boshladi. Ratu aka tishini gijirlatarkan dedi. Ha, juda talent. Eshakning talenti.
Ratu akaning gapiga hamma qattiq kulib yubordi. Rafiya burni va yuzini burishtirib dedi. Aka, sen nega har doim meni haqorat qilasan? Ratu aka loqayd ohangda dedi. Haqorat nimaligini bilmayman. Men dadaga shikoyat qilaman. Men ham onamga shikoyat qilaman. Rafiya burnini ko'tarib dedi. It, harami fosiq. Ha, aynan o'shani aytayapman. Hammasi sen. Alif aka xafa yuz bilan dedi. Janjalni to'xtatib, menga tasalli ber. Fe'ling juda alamli. Rafiya xursand bo'lib dedi. Men senga tasalli beraman. Faqat tasalli emas, tasalli bilan birga bir dasta ingliz simpatiya ham beraman. Undan oldin aytingchi, Shura akaning qiz dostining ismi nima? Alif aka qoshini ko'tarib dedi. Foyda ko'ruvchi ayol. Iltimos, Alif aka ayting. Iltimos. Odud aka kulib dedi. Sening aqling yo'qmi? Aqlingni ishlat. Ko'p ishlatdim, topolmadim. Bir payt bir odamga, bir payt boshqa odamga shubha qilaman. Alif aka, ey Alif aka, ayting, iltimos. Alif aka tishini ko'rsatib dedi. Katta akaning xotinining ismini tilga olish gunoh. Shu sababni aytmayman, shunday emasmi, Rod? Alif akaning gapiga men dovdirab qoldim. Rafiya hayron bo'lib dedi. Bu qachon, kimning hadisi? Ratu aka baqirib dedi. Senga kitob chiqarib ko'rsatish kerakmi? Ko'p gapirasan. Rafiya labini burib dedi. Unday bo'lsa, rasm ko'rsating. Katta akaning kelajakdagi xotinining rasmini saqlash gunoh ustiga gunoh, buyuk gunoh. Ammo men senga maslahat bera olaman. Rafiya qiziqib dedi. Mayli ayting. Alif aka togira o'tirdi. Yuziga jiddiylik olib dedi. Diqqat bilan eshit, xo'pmi? Juda yaqin maslahat beraman. Rafiya qiziqib bosh chayqadi. Alif aka bo'g'zini qirib dedi. Shura aka qayoqqa qarasa, sen ham o'sha tomonga qara. Shura aka chapga qarashi mumkin, keyin o'ngga, yana chapga, oldinga, orqaga turli tomonga qarashi mumkin. Sening vazifang u bilan birga qarash. Chapga, o'ngga qay tomonga qarasa, sen ham qara. Keyin u bir ayolga qarab qo'yganida anglab yetasan, o'sha ayol uning qalbini olgan ayol. Tushundingmi? Rafiya dovdirab bosh chayqadi. Shu zahoti qo'lini uzatib Alif aka dedi. Unda on so'm ber. Odud aka kulib dedi. Gar shunday bo'lsa, men yana bir oz aniqroq aytaman. Shura kimga bir oz boshqacha qarab qo'ysa, o'sha ayol. Suvdek oson, tushundingmi? Bir marta ismini bilsang, tomdan sakrab olgan keladi. Shu qadar yaqin odamni tanimaslik aybing bilan o'zingni qisman olimga hukm qilmoqchi bo'lasan. Ammo Shura xohlamasa, tushunishing qiyin. Biz ham tushunmadik. Lekin bilganimizdan keyin qancha maslahat borligini angladik. Nega buncha gap edik? Sening ham fe'ling shunday bo'ladi, kuting. Hozir 20 so'm ber. Rafiya labini burib dedi. Sizlar hammangiz quruqchi. Odud aka bir nima demoqchi bo'lganida Shura aka keldi. Uni qayoqqadir jo'natishgan edi. Shura aka holdan to'ygan holda mening yon stulimga o'tirdi. Yonimga o'tirishi bilan likopchadagi eng katta go'sht bolagini olib og'ziga soldi. Men jahli chiqib dedim. Bu nima bo'ldi? U mening gapimga e'tibor bermay dedi. Nima haqida gaplashayotgan edingiz? Alif aka qishayib kuldi. Sening u haqingda. Rafiya uni tanimoqchi. Shu sababli hammaga pora berayapti. Shura aka kulib dedi. Buncha qiynalishning nima keragi bor edi? Mendan so'rasangiz aytib qo'yardim. Men va Rafiya ikkimiz ham katta ko'zlar bilan qaradik. Shura aka stolga egilib dedi. Men senga bir marta aytaman. Shu bir marta tushunib olish sening vazifang. Ikkinchi marta imkoniyat yo'q, xo'pmi? Rafiya bosh chayqadi. Opa va tanima opa ham qiziqib qarashdi. Shura aka jilmayib dedi. Sening akaning otasining xotinining jiyanining xolasining kichkina bolasi. Ko'z ochib yumguncha gapni tugatdi. Alif akalar kulib yuborishdi. Rafiya ha qilib bir muddat qarab turib dedi. Bu nima bo'ldi? Shura aka ko'z qisib dedi. Bu fan. Yana hamma kuldi. Yangi ishtiyoq bilan suhbat boshlandi. Shura aka atrofida qancha suhbat, qancha hazil, qancha mehr. Video oxirida beriladigan savollar. Rafiya ertalab Roduni qanday qilib uyg'otdi? Ruhi opani ko'rgani kelayotgan yigitning kasbi nima? Alif aka Rodudan o'sha qiz haqida nimani aytdi? Shura aka o'zining qiz dostini qanday tarzda tasvirladi? Siz hech ertalab uyqudan qiyin arang turgansiz, ammo bir odam sizga nega kelding deb so'rasa, siz unga jamonni ko'rish uchun deb javob berganmisiz? Agar bermagan bo'lsangiz, bu hikoyada Rodu ismli qiz aynan shunday qiladi.
Keling, yomg'irli bir kunda boshlangan bu qiziqarli hikoyani tinglashni boshlaylik. Yomg'ir va uyqu o'rtasida ko'rinmas bir bog'liqlik bor. Yomg'ir yog'sa uyqu yaxshi keladi, bu go'yo abadiy haqiqat. Yomg'ir va uyqu o'rtasidagi bu chuqur sevgining mantiqiy sababini aniq bilmayman. Shuning uchun ularning sevgisiga qarshi emasman, aksincha tarafdoriman. Ashin oyining 9-kuni. Bu vaqtda tabiatning shiddatli yomg'iri unchalik ko'zga tashlanmaydi. Ammo bu safar tashlanmoqda. Tunu kun qorong'u qilib yomg'ir yog'yapti. Bu yomg'irli ertalab butun tanimni korpaga orab yotibman. Uyqu endi to'liq kelgan edi. Shu payt kimdir korpamni tortib, qattiq ovoz bilan baqirib qoldi. Men bezgak bilan ko'zlarimni pirpiratib qaradim. Ko'zimni ochishim bilan Rafiya katta kulib qo'ydi. U karavotga sakrab chiqib, qattiq silkindi va dedi: "Ey Rodu, tur. Men Sherpurdan keldim-u, sen esa uyqudan turolmadingmi? Soat 11 bo'ldi. Xolang hozir supurgi olib kelib, seni urishadi." Men qoshimni chimirib qaradim. To'satdan uyg'onganim sababli Rafiyaning tinimsiz gaplarini tushunishga biroz qiynaldim. Ko'z yuzimni burishtirib dedim: "Ertalab qayerdan kelib qolding? Va boshqa ishing yo'qmi? Fursat topganing bilan yugurib kelaverasan. Ortancha xolang osonlikcha qo'yib yubordimi?" Rafiya tishini ko'rsatib dedi: "Qo'yib yubormaydi deysanmi? Onam o'zi kelyapti-ku." Men katta ko'zlar bilan qaradim. Birdan o'rnimdan turib o'tirdim va dedim: "Ortancha xolang ham kelyaptimi?" Rafiya yostiqqa suyanib o'tirdi. Telefonga berilib dedi: "Faqat onam emas, akam va dadam ham kelishdi." Rafiyaning gapiga ancha hayron bo'ldim. Tizzamga yostiqni tortib olib dedim: "Nima deyapsan? To'satdan butun oila bilan kelishining sababi nima? Bunday yomg'irli kunda?" Rafiya bir ko'z qisib menga qaradi. Telefonni chetga qo'yib dedi: "Bugun Ruhi opani ko'rgani kelayotganini bilmaysanmi? Bu safar to'y bo'lib qoladi shekilli. Yigit yaxshi ko'rinadi. Dadamning ishdagi hamkasbining o'g'li. Sonali bankning senior ofitseri." Men to'satdan baqirib yubordim. "Nima?" Rafiya loqayd ohangda dedi: "Ha, opa ham bilmaydi. Araf aka bilan opaning sevgisi muvaffaqiyatli bo'lish ehtimoli endi bir bo'lib qoldi. Juda alamli." Men bezgak bilan qaradim. To'satdan anglab yetdimki, Rafiyaning gaplaridan qattiq bezovta bo'lyapman. Bezoftalik miyamdagi neyronlarda jirillab turibdi. Mening bezovtaligim orasida eshikdan onamning baqirigi eshitildi: "Rodu, hali turmadingmi? Har kuni peshingacha uxlash qanday odat? Qanday aka bo'lsa, shunday singil. Otangning orqasida osmonda turibsan. Bir nima desang, voy, chaqirma, kechasi uyg'oqqan deysan. Aytaman, kechasi uyg'oqqan holda qaysi dunyoni qutqardi u? Odamlarning bolalari tuni bilan oqib, erta tongda uyg'onadi. Namoz o'qiydi. Mening bolalarimga qarang. Buni endi chiday olmayman. Bu uydan bezor bo'ldim. Ba'zida o'z boshimga bolta urib, ikkiga bo'lib tashlashni xohlayman." Bu gapni aytib, onam nafas oldi. Bir necha soniya jim turib, ohangini o'zgartirib dedi: "Bola, tur. Xonani biroz yig'ishtir, qizim." "Bola, ey Rodu, turmadingmi?" Men bezgak bilan dedim: "Uf, onam, turdim-ku. Karavotda o'tirishni turdim deysanmi? Karavotdan tushib yurmasang, uyqu tarqalmaydi. Tez tur." Men chuqur nafas olib, Rafiyani chetlab o'tib, karavotdan turdim. Yuvinib, sochlarimni qo'l bilan to'plab, yashash xonasiga kelganimda, ko'zim onamga tushdi. Qo'lida daftar bilan o'tirgan edi. Onam bilan birgalikda biror narsaning ro'yxatini tuzayotgan edi. Meni ko'rib jilmayib qo'ydi. Kulib dedi: "Birga bizning uyga bor, Rodu. Muzlatkichda ziravorlar bor. U erdan qizil va ko'k rangdagi idishni olib kel. Oddiy qalampir ham bor, ularni ham ol." Onam to'satdan gapga aralashib dedi: "Qalampir sotib olsa bo'ladi, xolang. Shuncha qalampir bor ekan, nega sotib olish kerak? 1-2 kundan keyin baribir buzilib ketadi." Bu gapni aytib menga qaradi. "Shoshirarkan" dedi. "Nima bo'ldi? Turib qoldingmi? Tez bor. Yana eshit. Shuraga ayt, onasi chaqirib yuborganini. Rahat uni kutib turibdi. Ikkalasini birga bozorga jo'nataman. Tez bor." Men biroz xafa yuz bilan bir muddat turib, o'rnimdan qo'zg'aldim. Eshik yonidagi soyabonni olib, Rafiyani chaqirdim. Shura akalarning uyiga borishni eshitishi bilan sakrab rozi bo'ldi. Yonimda juda bezovta bo'lib, loyqa yo'lga qadam qo'ydim. Yomg'irli kunning bir muammosi shuki, bir necha daqiqaga chiqsang ham kiyimning holati yomon bo'ladi. Xolangning uyiga borib, tog'ri oshxonaga keldik. "Muzlatkichni ocharkan" dedim. "Borib Shura akani chaqir, Rafiya."
Men qalampir va ziravorlarni tayyorlayapman. Rafiya xursand bo'lib Shura akaning xonasiga qarab ketdi. Bir necha daqiqadan keyin qaytib keldi. Men muzlatgichga qarab turib dedim. Aytdingmi? Rafiya xafa bo'lib dedi. Shura aka uxlayapti. Borib sen chaqir. Men chaqira olmayman. Agar jahli chiqib doq qilsa, sen ham doq qil. Doq bilan kesishasizlar. Shura akaga doq qilamanmi? Telba bo'libsanmi? U menga qarasa qo'rqib ketaman. Sen bor, singlim. Men buni sumkaga solyapman, sen esa uni ko'tar. Men chuqur nafas olib, Rafiyaga qaradim. Rafiya nochor qiyofada dedi. Iltimos. Men hech narsa demay oshxonadan chiqib ketdim. Shura aka ko'rpaga o'ralgan holda uxlayapti. To'liq tezlikda fan ishlayapti. Chiroq o'chirilgan. Har taraf salqin. Bu sovuq kunda fanning nima keragi bor, kim biladi? Men bir muddat qoshimni chimirib qarab turdimda, tugmachani bosib chiroqni yondim. Fanni o'chirib, karavot yoniga borib turdim. Mayin ovozda chaqirdim. Shura aka, Shura aka. Mening chaqirigimga unda hech qanday harakat bo'lmadi. Biroz egilib, yana chaqirdim. Shura aka. Bu gal u ko'rpaning ichidan boshini chiqarib qaradi. Meni ko'rib qoshini chimirib dedi. Nima muammo, Skinaraning onasi? Men jahlim chiqib dedim. Skinaraning onasi degani nima? U loqayd ohangda dedi. Aks holda nima? Rostini aytingchi, sening boshqa ishing yo'qmi? Men uxlasam, yugurib kelib bezovta qilasan. Men bejiz aytmayman, sen otangga o'xshab ketibsan. Ikkalangiz bir xil. Biri tinchlikni buzadi, ikkinchisi uyquni. Men burnimni ko'tarib dedim. Ogoh bo'ling, dadam haqida biror nima demang. Agar aytsangiz, ovqatga zahar qo'shib oldirib qo'yaman. Shura aka katta ko'zlar bilan qaradi. Hayrat bilan dedi. Qanday dahshatli qizsan. Yuzimga oldirish bilan tahdid qilyapsan. Yana uyga kelib, fosiq qiz. Siz bilan janjallashishni xohlamayman. Onam sizni chaqirib yuborgan. Men esa uning qo'l ostidagi odamman. Shura aka qoshini chimirib qaradi. Nega? Nima uchun chaqiribdi? Men tishimni ko'rsatib dedim. Kuyovni ko'rish uchun. U qiziqib dedi. Rostdanmi? Sizning boshingiz, akaningiz va sizni bozorga jo'nataman deb ro'yxat bilan o'tiribdi. Tez yuvinib, og'zingni yig'ishtirib bor. Mening gapim tugamasdan yuz-ko'zini burkab, yana yotib qoldi. Men hayron bo'lib dedim. Voy, yana yotib qoldingizmi? U ko'rpaning ichidan javob berdi. Birinchi gapim yoqdi. Ikkinchi gapim yoqmadi. Bu iflos kunda bozorga borolmayman. Takabburlik qilmang. Bugun opani ko'rgani kelishadi. Xolang sizni shoshib yuborgan. Shura aka bu gal ko'rpani chetga surib, toliq nigoh bilan qaradi. Xursand ohangda dedi. Rostdanmi? Lekin buning uchun bozorga borishim kerakmi? Rostini aytingchi. Sening otang meni yomg'irda choqtirib, nafas yo'li bilan oldirmoqchimikan? Qizi zahar beradi, otasi esa nafas yo'li kasaliga duchor qiladi. Qanday dahshatli aql. Qanday qiz bo'lsa, shunday otasi. Men tishimni gijirlatib dedim. Siz chidab bo'lmas odamsiz. Shu payt eshik oldida Rafiya turib qoldi. Ichkariga qarab dedi. Men ularni sumkaga solib qo'ydim. Shura aka turdimi? Shura aka eshikka qarab mayin kuldi. O'rnidan tura turib dedi. Voy, meni olishga buncha qo'l ostidagi odam. O'zimni juda spetsial his qilyapman. Xo'p, yaxshimisan, Rafiya? Rafiya xursand ohangda dedi. Yaxshiman, aka. Yarim soat davomida turli xil takabburlik qilib bizning uyga borishga tayyor bo'ldi. Ammo darvozaga kelib yana bir muammo chiqdi. Uydan tushayotganda soyabon olishni unutib qo'ygan edi. Holbuki tashqarida tunu-kun qorong'u qilib yomg'ir yog'yapti. U xohlasa yuqoriga chiqib soyabon olib kelishi mumkin. 4 qavatga chiqish katta ish emas. Ammo u bormaydi. Ikkala soyabonimizdan birini u xohlaydi. Men bezgak bilan dedim. Siz bitta soyabonni olsangiz, biz xol bo'lamizmi? U loqayd ohangda dedi. Xol bo'lsangiz, bo'lavering. Menga nima? Ammo xohlasangiz, mening soyabonimda panoh topishingiz mumkin. Ko'nglim aytmaydi. Uning gapini eshitib, jahlim chiqdi. Darvozaning yonida yotgan gishtni olib, boshini yorib tashlashni qattiq xohladi. Og'zimni qandaydir tinchlantirib, Rafiyaga qarab dedim. Rafiya, sen Shura aka bilan bor. Men yolg'iz ketaman. Rafiya xursand bo'lib rozi bo'ldi, ammo Shura aka rozi bo'lmadi. Ko'z yuzida norozilikni ifodalab dedi. Sizlar ayol-ayol bir soyabonda boring. Men hech kim bilan soyabon baham ko'rmayman.
Bu gapni aytib, bir zum ham turmadi. Bizni qoldirib, togri darvozadan chiqib ketdi. Men jahlim va xafaligimdan kichrayib qoldim. Gimgina dedim. Shalo fosiq. Butun bir karkidon. Mening gapimni eshitib, Rafiya norozi ohangda dedi. Fu, bekorga baqiryapsan. Orqaga tegishidan qo'rqqani uchun olmagan bo'lishi mumkin. Qanchalik shaxsli odam ekanligini tasavvur qila olasanmi? Men bezgak bilan qaradim. Soyabonni ocharkan dedim. Shaxsli emas, soyabonsiz. Necha kundan beri bilasan? Ko'rinishda odobli bo'lsa ham, qorni shaytonga to'la. Yana bir marta Shura aka deb chaqirganingni eshitsam, gisht otib uraman. Shuraning xushomadgoyi. Rafiya kulib dedi. Mayli, ketdi. Hozirdan boshlab faqat Shura deyman. Unda Shura aka deb chaqirishni eshitmaysan. Happy. Rafiyaning gapiga jahli chiqqan nigoh bilan qaradim. Mening jahlimni ko'rib, Rafiya kula boshladi. Uning qahqahasi butun atrofni to'ldirdi. Oshxona eshigi va yotoqxona eshigining o'rtasida turibman. Opasini ko'rgani kelgan va Rafiyalarning kelishi bilan asta-sekin hamma amakivachchalar uyda to'planishdi. Alim akadan tortib, Tanima opagacha peshin vaqtida yetib kelishdi. Biz hammamiz shu yerda turib shivirlashyapmiz. Orasira kattalarning doqiga duchor bo'lyapmiz. Mehmon xonasida mehmonlar o'tirishibdi. Ularning gaplariga orasira quloq tutishga harakat qilyapmiz. To'satdan Shura aka Tanima opaning boshiga qoqib qo'ydi va dedi. Voy, qol bosh keldingmi? Bir necha kundan keyin bu sizning ammangizning qaynotangizning uyi bo'lib qoladi. Qaynsingillar, qaynishlar uchun bir narsa olib kelish sizning axloqiy burchingiz. Tanima opa bir nima demoqchi bo'lganida, onam tez qadam bilan bu tomonga keldi. Past ovozda dedi. Ruhiga tayyor turishni ayt. Birozdan keyin chaqiradi. Bu gapni aytib, yana tez qadam bilan mehmon xonasiga qarab ketdi. Opa shu payt eshik oldiga kelib turdi. Yiglab, ko'zlarini qizargan, oq burni qip-qizil bo'lib ketgan. Biz hammamiz opaning xafa yuziga qaradik. Shura aka opaning boshiga qo'l qo'yib dedi. Nima bo'ldi? Ko'zingni qizaribsan. Sen bilan juda muhim gaplarim bor. Diqqat bilan eshit, xo'pmi? Opa boshini ko'tarib qaradi. Shura aka jiddiy ohangda dedi. Bu yerda turganlarimizning hammasi sening aka-singillaring. Hammamizning senga nisbatan bir haqqimiz bor. Biz oldida sening ham burchlaring bor. Va bugun o'sha ezgu burchni bajarish navbati. Va bu burch pul yigish. Qizni ko'rgandan keyin pul berish odat bor, bilasanmi? O'sha pulning ulushini olamiz. Bugun ular bergan pul bilan kechki partiya qilamiz. Ko'rish tugagandan keyin Togri ayt, pul berasanmi yoki yo'q? 2-3 ming so'mning ostida bersa, Togri ochlik e'lon qil, tushundingmi? Kerak bo'lsa, biz seni qo'llab-quvvatlaymiz. Hech qanday muammo yo'q. Shura akaning gapiga hamma kulib yubordi. Opa ham mayin kuldi. Shura aka qoshini chimirib dedi. Kulish bilan bo'lmaydi. Haqni talab qilish kerak. Bu safargi kurash, pul yigish kurashi. Sizlar nima deysiz, bolalar? Hamma kulib dedi. Yes. Peshindan keyin soat 3. Bir oz oldin mehmonlar ketishdi. Mehmonlar ketgandan so'ng, hamma amakivachchalar ovqat stolini egallab o'tirishdi. Ovqatlanish bilan birga qizgin suhbat ketmoqda. Suhbat mavzusi yigitlar tomonining 1000 so'mi. Shura akaning hamkorlik qilmas harakati unchalik foyda bermadi. Opasining qo'liga 1000 so'm tiqilgandan keyin opa hech qanday javob bermadi. Natijada o'sha 1000 so'mni asos qilib suhbat o'tkaziladi. Suhbatning bir nuqtasida 1000 so'mdan o'sha qiz mavzusiga o'tildi. Alif aka afsus bilan dedi. Yoningdagi uydagi o'sha stilish qizni yoqtirishga harakat qildim, Rodu. Lekin foyda bo'lmadi. Aka ham harakat qildi, lekin butunlay flop. Tanima opa qoshini chimirib dedi. Aka ham harakat qiladi deysanmi? Alif aka tishini ko'rsatib kuldi. Alif akaning orqasiga qattiq bir tarsaki tushirib, Odud aka dedi. Qayerdagi bibixisht? Oz akasining uyiga ot qo'yasan. Uning gapiga ishonasanmi, Tanima? He esa bigliyar. Rafiya dono qiyofada dedi. Mening fikrimcha, ikkovingiz o'rtasida nimadir bor, Alif aka. O'sha qiz senga imo-ishoralar qilyapti. Alif aka hayron bo'lib dedi. Shundaymi? Ha. O'sha qiz sening postlaringga like qo'yadi. Lekin hamma postga qo'ymaydi. Birinchi marta har ikkinchi postga like qo'yadi. Keyin har 4-chi postga like qo'yadi. Keyingi marta har 3-chi postga like qo'yadi. Aqlli. Tushundingmi? Alif aka katta-katta ko'zlar bilan qarab dedi. Xo'sh. Rafiya juda bezovta ohangda dedi. Voy, 1 like, 4 like, 3 like, tushunmadingmi? It's me an ilove yow.
Alif aka katta ko'zlar bilan qaradi. Xursand ohangda dedi. Nima deyapsan? Qanday dahshatli? Men kulib dedim. Birlike, to'rttalike, uchtalike bilan ihati yov ham bo'ladi. Aldanma, Alif aka. Alif aka ma'yus ko'zlar bilan qaradi. Yangi oshiq yuragimni sindirib tashlading, singlim. Voy, gastrik feelings bo'lyapti. Alif akaning gapiga hamma kulib yubordi. Rafiya norozi bo'lib dedi. Ihati yovni bildirish uchun negalike qo'yadi. Albatta, angri qo'yadi. Opa kuldi. Rafiyaga qarab dedi. Sening fikringga ko'ra, qizning aqli bor. Shu sababli maxsus kodda oson yechim bermaydi. Lovening teskarisi angri bo'lishi ham mumkin. Odud aka qoshini chimirib dedi. Voy, qancha talentsizlar. Qizning like-ini tahlil qilishingiz Mission Impossible'ning faol xodimlariga o'xshaydi. Rafiya, singlim, sening boshqa ishing yo'qmi? Kim, qachon, necha soniyadan keyin, qaysi postga qo'ydi, teskarilike qo'ydimi yoki taktalike qo'ydimi, hammasiga e'tibor berasan. Men senga 10 so'mlik bir dasta daftar sovg'a qilaman. Bu sizning mukofotingiz. U yerda tartib bilan yozib qo'yasan. Yordam bo'ladi. Ratu, o'zingni opaning bu talentini ko'ryapsanmi? Bu talentni bekor qilib bo'lmaydi. Odud akaning gapiga hamma lablarini qisib kula boshladi. Ratu aka tishini gijirlatarkan dedi. Ha, juda talent. Eshakning talenti. Ratu akaning gapiga hamma qattiq kulib yubordi. Rafiya burni va yuzini burishtirib dedi. Aka, sen nega har doim meni haqorat qilasan? Ratu aka loqayd ohangda dedi. Haqorat nimaligini bilmayman. Men dadaga shikoyat qilaman. Men ham onamga shikoyat qilaman. Rafiya burnini ko'tarib dedi. It, harami fosiq. Ha, aynan o'shani aytayapman. Hammasi sen. Alif aka xafa yuz bilan dedi. Janjalni to'xtatib, menga tasalli ber. Feeling juda alamli. Rafiya xursand bo'lib dedi. Men senga tasalli beraman. Faqat tasalli emas, tasalli bilan birga bir dasta ingliz simpatiya ham beraman. Undan oldin aytingchi, Shura akaning qiz dostining ismi nima? Alif aka qoshini ko'tarib dedi. Foyda ko'ruvchi ayol. Iltimos, Alif aka, ayting. Iltimos. Odud aka kulib dedi. Sening aqling yo'qmi? Aqlingni ishlat. Ko'p ishlatdim, topolmadim. Bir payt bir odamga, bir payt boshqa odamga shubha qilaman. Alif aka, ey Alif aka, ayting, iltimos. Alif aka tishini ko'rsatib dedi. Katta akaning xotinining ismini tilga olish gunoh. Shu sababni aytmayman, shunday emasmi, Rod? Alif akaning gapiga men dovdirab qoldim. Rafiya hayron bo'lib dedi. Bu qachon, kimning hadisi? Ratu aka baqirib dedi. Senga kitob chiqarib ko'rsatish kerakmi? Ko'p gapirasan. Rafiya labini burib dedi. Unday bo'lsa, rasm ko'rsating. Katta akaning kelajakdagi xotinining rasmini saqlash gunoh ustiga gunoh, buyuk gunoh. Ammo men senga maslahat bera olaman. Rafiya qiziqib dedi. Mayli, ayting. Alif aka to'g'ri o'tirdi. Yuziga jiddiylik olib dedi. Diqqat bilan eshit, xo'pmi? Juda yaqin maslahat beraman. Rafiya qiziqib bosh chayqadi. Alif aka bo'g'zini qirib dedi. Shura aka qayoqqa qarasa, sen ham o'sha tomonga qara. Shura aka chapga qarashi mumkin, keyin o'ngga, yana chapga, oldinga, orqaga turli tomonga qarashi mumkin. Sening vazifang u bilan birga qarash. Chapga, o'ngga qay tomonga qarasa, sen ham qara. Keyin u bir ayolga qarab qo'yganida anglab yetasan, o'sha ayol uning qalbini olgan ayol. Tushundingmi? Rafiya dovdirab bosh chayqadi. Shu zahoti qo'lini uzatib Alif aka dedi. Unda 10 so'm ber. Odud aka kulib dedi. Odud aka qoshini chimirib dedi. Voy, qancha talentsizlar. Qizning like-ini tahlil qilishingiz Mission Impossible'ning faol xodimlariga o'xshaydi. Rafiya, singlim, sening boshqa ishing yo'qmi? Kim, qachon, necha soniyadan keyin, qaysi postga qo'ydi, teskarilike qo'ydimi yoki taktalike qo'ydimi, hammasiga e'tibor berasan. Men senga 10 so'mlik bir dasta daftar sovg'a qilaman. Bu sizning mukofotingiz. U yerda tartib bilan yozib qo'yasan. Yordam bo'ladi. Ratu, o'zingni opaning bu talentini ko'ryapsanmi? Bu talentni bekor qilib bo'lmaydi. Odud akaning gapiga hamma lablarini qisib kula boshladi. Ratu aka tishini gijirlatarkan dedi. Ha, juda talent. Eshakning talenti. Ratu akaning gapiga hamma qattiq kulib yubordi. Rafiya burni va yuzini burishtirib dedi. Aka, sen nega har doim meni haqorat qilasan? Ratu aka loqayd ohangda dedi. Haqorat nimaligini bilmayman. Men dadaga shikoyat qilaman.
Men ham onamga shikoyat qilaman. Rafiya burnini ko'tarib dedi. It, harami fosiq. Ha, aynan o'shani aytayapman. Hammasi sen. Alif aka xafa yuz bilan dedi. Janjalni to'xtatib, menga tasalli ber. Fe'ling juda alamli. Rafiya xursand bo'lib dedi. Men senga tasalli beraman. Faqat tasalli emas, tasalli bilan birga bir dasta ingliz simpatiya ham beraman. Undan oldin aytingchi, Shura akaning qiz dostining ismi nima? Alif aka qoshini ko'tarib dedi. Foyda ko'ruvchi ayol. Iltimos, Alif aka ayting. Iltimos. Odud aka kulib dedi. Sening aqling yo'qmi? Aqlingni ishlat. Ko'p ishlatdim, topolmadim. Bir payt bir odamga, bir payt boshqa odamga shubha qilaman. Alif aka, ey Alif aka, ayting, iltimos. Alif aka tishini ko'rsatib dedi. Katta akaning xotinining ismini tilga olish gunoh. Shu sababni aytmayman, shunday emasmi, Rod? Alif akaning gapiga men dovdirab qoldim. Rafiya hayron bo'lib dedi. Bu qachon, kimning hadisi? Ratu aka baqirib dedi. Senga kitob chiqarib ko'rsatish kerakmi? Ko'p gapirasan. Rafiya labini burib dedi. Unday bo'lsa, rasm ko'rsating. Katta akaning kelajakdagi xotinining rasmini saqlash gunoh ustiga gunoh, buyuk gunoh. Ammo men senga maslahat bera olaman. Rafiya qiziqib dedi. Mayli ayting. Alif aka togira o'tirdi. Yuziga jiddiylik olib dedi. Diqqat bilan eshit, xo'pmi? Juda yaqin maslahat beraman. Rafiya qiziqib bosh chayqadi. Alif aka bo'g'zini qirib dedi. Shura aka qayoqqa qarasa, sen ham o'sha tomonga qara. Shura aka chapga qarashi mumkin, keyin o'ngga, yana chapga, oldinga, orqaga turli tomonga qarashi mumkin. Sening vazifang u bilan birga qarash. Chapga, o'ngga qay tomonga qarasa, sen ham qara. Keyin u bir ayolga qarab qo'yganida anglab yetasan, o'sha ayol uning qalbini olgan ayol. Tushundingmi? Rafiya dovdirab bosh chayqadi. Shu zahoti qo'lini uzatib Alif aka dedi. Unda son ber. Odud aka kulib dedi. Gar shunday bo'lsa, men yana bir oz aniqroq aytaman. Shura kimga bir oz boshqacha qarab qo'ysa, o'sha ayol. Suvdek oson, tushundingmi? Bir marta ismini bilsang, tomdan sakrab olgan keladi. Shu qadar yaqin odamni tanimaslik aybing bilan o'zingni qisman olimga hukm qilmoqchi bo'lasan. Ammo Shura xohlamasa, tushunish